Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining navbatchilik qismi ko'rsatuvi. Tanishing bugun dasturimizda. Xavfsiz va sog'lom yurt oyligi doirasida poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan narko do'kon va kriptoaktivlar savdosi bilan bog'liq jinoyat fosh qilindi. Yosh katta fuqaroni aldagan firibgarlar qo'lga olindi. Xavfsiz va sog'lom yurt oyligi doirasida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining yoshlar bilan uchrashuvi o'tkazildi. Poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan axborot texnologiyalar sohasida sodir etilayotgan jinoyatlar issiq izidan fosh etilmoqda. Navbatdagi lavhada narko do'kon va kriptoaktivlar savdosi bilan bog'liq jinoyat fosh qilinganligi haqida so'z boradi. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar davomida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot texnologiyalar sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi tomonidan bir qancha jinoyatlar issiq izidan fosh etilmoqda. Xususan, Telegram orqali giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalar savdosiga mo'ljallangan onlayn 1220 ta obunachilari mavjud do'kon faoliyat yuritib kelayotganligi hamda ushbu onlayn do'konda kriptoaktivlarni olish, o'tkazish yoki ayirboshlashga ixtisoslashgan guruh orqali xizmat ko'rsatib kelinayotganligi aniqlangan. Olib borilgan tezkor tadbirlar davomida fuqaro 1993-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan, muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276-moddasi bilan sudlangan Gurgen ismli shaxs aniqlanib ushlangan. Ushbu shaxs bilan olib borilgan surishtiruvlar davomida mazkur shaxs maxsus akkauntning O'zbekiston Respublikasidagi vakili, operatori vazifasini bajarib kelayotganligi aniqlangan. Fuqaro yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda 37 dona turli bank plastik kartalari, 12 dona sim kartalar, 1 dona tarozi, 3 dona qattiq disk, mobil telefonlar va boshqa qurilmalar giyohvandlik moddasi daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirilib olingan. Fuqaroga tegishli telefon apparati ko'zdan kechirilganda maxsus ilovada 2025-yilning 11-noyabr kunidan hozirgi kunga qadar 628.624 USDT hamda 150.531 USDT kriptoaktivlarni sotish, o'tkazish bilan shug'ullanib ayirboshlaganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 va 278.8 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq qolish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Xavfsiz va sog'lom yurt oyligi davomida giyohvandlik va uyushgan jinoiy guruhlar faoliyatiga chek qo'yishga qaratilgan tezkor tadbirlar olib borilmoqda. Hozirgi maxsus reportajimiz shu haqda. 2025-yilda aholi salomatligi va millat genofondini giyohvandlik va narko jinoyatlardan samarali himoya qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risidagi davlatimiz rahbarining farmoni imzolangan bo'lib, mazkur topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida Ichki ishlar vazirligi tomonidan qator tizimli ishlar yo'lga qo'yildi. 2026-yilda ham bu jarayon davom etmoqda. Xususan, 1-mart kunidan 1-aprelgacha respublikamiz bo'ylab xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlarning birinchi bosqichi o'tkazilmoqda. Bu oylik davomida ichki ishlar organlari va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tunu kun xizmat tashkil qilinib, Toshkent shahrida jami 1956 ta tezkor qidiruv tadbirlari o'tkazildi. Xususan, giyohvandlikka qarshi kurashish yo'nalishida amalga oshirilgan tadbirlar natijasida jami 307 ta giyohvandlik moddalari va kuchli ta'sir qiluvchi vositalarning noqonuniy muomalasi bilan bog'liq holatlar aniqlanib, 76 kilogramm 407 gramm giyohvandlik moddalari hamda 17.913 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari noqonuniy muomaladan olib qo'yildi. Minglab insonlarning zaharlanishi oldi olindi. Misol uchun, Shayxontohur tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida xonadonining yerto'la qismida narko laboratoriya tashkil qilinganligi aniqlanib, narxi 122 milliard 742 million 500 ming so'mlik jami 342.750 dozaga teng bo'lgan giyohvandlik vositalari va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar hujjatlashtirilib olindi. Yana bir holatda Ichki ishlar vazirligi, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi va davlat xavfsizlik xizmat xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 2.482.000 AQSh dollariga teng bo'lgan og'irligi 70 kilogramm giyohvandlik moddalari aniqlandi. Bu orqali 230 mingdan ziyod fuqarolar, ayniqsa yoshlarning zaharlanishi oldi olindi.
Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar davomida uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash yo'nalishida ham bir qator natijalarga erishildi. O'tkazilgan tadbirlar natijasida jami 180 ta holat aniqlandi. Shundan 8 ta ov quroli, 60 dona o'q-dorilar, 278 ta sovuq qurollar va 205 ta boshqa jismlar aniqlandi. Bundan tashqari, korrupsiyaga qarshi kurash yo'nalishida 847 ta holatlar aniqlandi. Terrorizm va diniy ekstremizmga qarshi kurash yo'nalishida 129 ta holat aniqlanib, qonun ustuvorligi ta'minlandi. Shuningdek, axborot texnologiyalari sohasida sodir etilgan 166 ta jinoyatlar issiq izdan fosh etildi. Misol qilib aytadigan bo'lsak, olingan tezkor ma'lumotga asosan Toshkent shahri Shayxontohur tumanida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida tashkilotchi 2002-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan Abror ismli shaxs maxsus sayt orqali qonunga xilof ravishda kriptoaktivlar savdosi bilan shug'ullanib kelayotganligi aniqlandi. Tezkor tadbir davomida operator bo'lib ishlagan 2004-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan Boyis ismli shaxs ham qo'lga olingan. Gumonlanuvchilar 2025-yil 30-iyul kunidan 2026-yil 21-yanvar kuniga qadar 793 ming USDT kriptoaktivlar aylanmasini amalga oshirganliklari aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 278-8 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida 103 nafar qidiruvdagi jinoyatchilar ushlandi. 20 nafar bedarak yo'qolgan shaxslar aniqlanib, yaqinlariga qaytarildi. 482 ta jinoiy holatlar xodimlar tashabbusi bilan barvaqt aniqlandi. Voyaga yetmaganlar va yoshlarni giyohvandlik illatidan saqlab qolish, giyohvandlikning salbiy oqibatlari, inson salomatligiga va ongiga ta'sirini tushuntirish, undan himoyalanish yo'llari bo'yicha tavsiyalar berish maqsadida maktablarda, oliy ta'lim muassasalarida, tashkilot va mahallalarda targ'ibot ishlari olib borildi. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlari Toshkent shahrida jadal suratlarda davom etmoqda. Mirobod tumanida sodir etilgan firibgarlik jinoyati tezkor qidiruv xizmati tezkor vakillari tomonidan issiq izidan fosh etildi. Hozir shu haqda. Mirobod tumanida firibgarlik jinoyatida gumonlangan 3 nafar shaxs ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Gap shundaki, fuqaro Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga murojaat qilib, firibgarlik jinoyati qurboniga aylanganligini, qonunbuzarlarga nisbatan chora ko'rishni so'ragan. Ma'lumotlarga ko'ra, bir guruh shaxslar yosh katta fuqaroning ishonchiga kirib, qimmatbaho qog'ozlar borligini aytishadi. Agar mazkur qog'ozlarni sotib olsa, bir necha kundan so'ng qimmatroqqa sotishi mumkinligini, pul ishlab olishini aytishadi. Yosh katta fuqaro esa uyida bo'lgan 3 million so'm pullarni mazkur shaxslarga berib yuboradi. Ну неужели у вас 3 миллиона нету? Я говорю, ну 3 есть. А давайте мы к вам поедем. Вот он. Ну, я помолчала. А у меня оказалось 3 миллиона 300. Он еще... Ну, вы, говорит, эти 300 себе оставьте. Еще слава богу. Конверт он дал, такой беленький конверт. Ну, говорит, проводите. Ну, их проводила, ушли. Aldanganini bilgan fuqaro ichki ishlar organlariga murojaat qiladi. Olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida mazkur jinoyatda gumonlangan muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 168, 169, 277 moddalar bilan sudlangan, haydovchi vazifasini bajargan Damir ismli shaxs. Muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 167, 168 moddalar bilan sudlangan Dilorom ismli shaxs. Muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 168, 276 moddalar bilan sudlangan Aleksandr ismli shaxslar qo'lga olingan. Он говорит, да, дом у меня есть. Сказала мне, я говорю, если дома, мы можем все вместе проехать. В этот момент Дамир это водитель, увидел, что мы переходим дорогу, подъехал как такси. Потом женщина вытащила 3 миллиона и 300 тысяч Дамир взял за бензин, 800-850 тысяч. Я очень раскаиваюсь. Очень прошу прощения у этой женщины. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, mazkur shaxslar jabrlanuvchini bir necha kun davomida kuzatuvga olishgan. Jinoiy reja asosida jabrlanuvchiga yolg'on ma'lumotlar berish orqali ishonchiga kirishgan. Я очень благодарна сотруднику.
поймали. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hurmatli hamshaharlar va shahrimiz mehmonlari, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi mana shunday firibgarlardan sizlarni ogohlikka chaqiradi. Tanimagan, bilmagan shaxslarga hech qachon pullaringizni berib qo'ymang. Men faoliyatim davomida pichoq bilan bog'liq sodir etilgan jinoyatlarga ko'p bora duch kelganman. Ularni ommaviy axborot vositalarida yoritganman. Aql ketganda doim oldimizda pichoq bo'lishi biz uchun salbiy oqibatlarni yuzaga keltirib o'tadi. Masalan, ikki shaxs tortishib qoldi. Ular orasida qandaydir bir muammo bor. Agar o'sha ikki shaxsning yonida bittasida pichoq bo'ladigan bo'lsa, aql ketgan paytda o'sha pichoq bilan narigi boshqa shaxsni jarohatlab, uning hayotiga nuqta ham qo'yishi mumkin. Mana shu o'rinda ota-onalarga murojaat. Siz farzandingizni sumkasini, cho'ntagini hech tekshirib ko'rganmisiz? Unda odamni o'ldirsa bo'ladigan yoki jarohatlasa bo'ladigan pichoq bormi, yo'qmi, hech e'tibor berganmisiz? Ko'pchilik bu savolimga yo'q deb javob berishi mumkin. Shu kundan, shu soatdan boshlab siz farzandingizni buyumlariga e'tiborli bo'ling. U oldida nima olib yuribdi? Masalan, pichoq olib yurgan bo'lsa, unga o'rinli va nazorat savollarini berishingiz shart. Bu pichoqni nega olib yurasan? Men jinoyat sodir etib, tergov hibsxonasida o'tirgan shaxslar, gumonlanuvchilar bilan suhbatda aynan mana shu savolni ularga berganman. Siz o'sha janjal vaqtida pichoqni qayerdan oldingiz? Nima sababdan pichoqni yoningizda olib yurgandingiz degan savolni bersam, ular odatda o'zimni himoya qilish uchun deb javob berishadi. Bugungi kunda yurtimiz tinch, ko'chalarimiz obod. Kunning istalgan paytida istagan inson xohlagan joyiga piyoda ham borishi mumkin. Xavfsizlik yuqori darajada ta'minlangan. Inson ko'chada yurish uchun, xavfsiz yurish uchun pichoq olib yurishi shart emas. Kim bilandir kimdir tortishib qolsa, o'sha pichoq ishga kirishishi mumkin. Birovning umriga zomin bo'lishi mumkin o'sha pichoq. Aslida pichoq faqatgina bizga oshxonada biror bir taomni tayyorlash uchun, uni iste'mol qilish uchun yoki bir shirindan shakar mevalarni kesib olish uchun kerak bo'ladi. Mashinada, transport vositasida, yonida pichoq olib yurish yaxshilik bilan tugamaydi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 185.2 moddasida pichoqni olib yurganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilab o'tilgan. Ya'ni bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. Agar pichoq bilan kimgadir qasddan badanga og'ir shikast yetkaziladigan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasiga ko'ra gumonlanuvchiga sud hukmi bilan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan. Pichoqni ko'tarib olib, ko'chani buzvoraman degan yoshlar qo'shtirnoq ichida albatta yetarlicha topiladi. Maktabda uni inspektor psixolog nazorat qilishi mumkin. Lekin oiladachi? Mana shu savol bugun bizni qiynamoqda. Meni taajjubga soladigan, meni achinishga majbur qiladigan, o'ylantirib qo'yadigan ham aslida savol shu. Yoshlar nega pichoq olib yuribdi? Pichoqni ko'zdan kechiradigan bo'lsangiz, u oshxonada ishlatiladigan pichoq emas aslida. U kimgadir qasddan shikast yetkazishi mumkin bo'lgan pichoq bo'ladi ko'rinishida. Agar siz farzandingizni nazoratga olmasangiz, kuni kelib kim bilandir tortishib qoladi yo janjallashadi. Aynan o'sha oldida olib yurgan pichoqni ishlatishi mumkin.
Bu esa kimnidir erta hayotdan olib ketishi mumkin. Sizning farzandingiz sizga qanchalik aziz bo'lsa, boshqa birovning farzandi ham o'sha ota-onaga shunchalik aziz. Ne umidlar bilan o'sha farzandini katta qilyapti, maktabda o'qityapti yoki oliy ta'lim muassasasiga pul to'lab jo'natyapti. Sizning farzandingizni qilgan jinoyat sabab bitta oilaning quvonchi ketib qolishi mumkin narigi dunyoga. Biz jinoiy javobgarlik bor, ma'muriy javobgarlik bor deb qayta aytaverishimiz nimadan deb o'ylaysiz? Aslida jamiyatda aynan pichoq bilan bog'liq sodir etilayotgan jinoyatlar borligi uchun biz huquqni muhofaza qiluvchi organ vakillari sizni ogohlikka, uyg'onishga, sergak bo'lishga chaqiryapmiz. O'g'lim yoki farzandim, iltimos, pichoqni olib yurma. Pichoq faqatgina oshxonada kerak bo'lishi mumkin degan tarbiyani bersangiz, unga o'git bersangiz, tarbiyasini, uning yurish-turishini nazorat qilsangiz, ertaga farzandingizdan yaxshi xulq, rahmat eshitasiz orqasida. Men jinoiy javobgarlik haqida eslatib o'tdim. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda qanday jarima borligini aytdim. Ayanchli oqibatlarini ham aytib o'tdim. Lekin xulosa qilish, farzandingizni, ukangizni yoki kerak bo'lsa akangizni nazoratga olish bugun sizning qo'lingizda. Yosh bola, maktab o'quvchisi, universitet talabasi yonida pichoq olib yuribdimi? Uni tartibga chaqirib qo'yish kerak. Unga biroz bo'lsa-da sergak tortishga majbur qiladigan gaplarni aytish kerak albatta. Lekin ba'zida bu gaplarni eshitmaganlikka oladigan yoshlar ham bor. Ming afsuslar bo'lsinki, o'sha jazo muddatini o'tayotgan yoshlar, shaxslar bilan gaplashganimda, agar yana qaytib shu kun kelsa, pichoqni qo'limga ham ushlamasdim deb bot yig'lab gapirib bergan. 4 tomoni panjara, ozodlikdan mahrum bo'lgan holda umr o'tkazish yaxshimi? Universitetda, oliy ta'lim muassasasida o'qib, jamiyatga foyda keltiradigan shaxs bo'lib yetishib, chiroyli umr kechirgan yaxshimi? Albatta, ikkinchi variant bizga yarashadi. Siz bizga yarashadi. Farzandlarimizga yarashadi. O'ylab ko'ring, xulosa chiqaring. Mazkur video ostida siz ham o'z izohlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Salomat bo'ling. Siz UzReport TVda navbatchilik qismi ko'rsatuvining yangi sonini tomosha qildingiz. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, hamisha salomat bo'ling.